Hamzat Chimaev bo'rining hayoti. Hamzat Chimaev bugungi kunda UFC olamidagi eng xavfli va eng tez o'sayotgan jangchilardan biridir. U o'zini Bors, ya'ni bo'ri deb ataydi. Bu laqab bejiz tanlanmagan, chunki u janglarda hech kimni ayamaydi. Raqiblarni go'yo o'lja singari yo'q qiladi. Hamzat 1994-yil 1-may Chechenistonning Benoyurt qishlog'ida tug'ilgan. Uning bolaligi urushdan keyingi qiyin yillarda o'tgan. Oilasi kambag'al edi, lekin u bolaligidan kuchli bo'lish, hayotda biror narsa qilish orzusida yashagan. U yoshligidan kurashga mehr qo'ygan va shu yo'l uni kelajakdagi buyuk sportchiga aylantirgan. 2013-yilda u oilasi bilan Shvetsiyaga ko'chib o'tgan. U yerda na tilni bilardi, na do'stlari bor edi. Ammo u bitta narsani yaxshi bilardi: kurashishni. Aynan shu narsa unga yangi hayot eshiklarini ochdi. U tez orada Shvetsiyada kurash bo'yicha milliy chempion bo'ldi. Sport zalda tunu kun mashq qilardi. Boshqalar dam olayotganda u hali ham ter to'kar edi. Uning MMAdagi yo'li 2018-yildan boshlandi. Bir necha mahalliy janglardan so'ng u 2020-yilda UFCga kirish huquqini qo'lga kiritdi. O'sha yili u ketma-ket 2 hafta ichida 2 ta jang o'tkazdi va ikkisini ham birinchi raundda g'alaba bilan yakunladi. Bu UFC tarixidagi eng tez ketma-ket g'alabalardan biri bo'lib tarixga kirdi. Hamzat shu zahoti mashhur bo'ldi. Odamlar uni yangi yirtqich, UFCdagi eng xavfli jangchi deb atay boshlashdi. Hamzatning uslubi oddiy emas. U raqibni bosim ostiga oladi. Uni nafas olishga ham imkon bermaydi. Har bir zarbasi, har bir harakati aniqlik va kuchga asoslangan. U jang paytida xuddi o'lja ortidan qo'yayotgan bo'riday harakat qiladi. Shu bois uni Bors deb atashadi. Bu chechen tilida bo'ri degan ma'noni anglatadi. Lekin Hamzatni faqat ringdagi yovvoyi jangchi sifatida bilish noto'g'ri. U hayotda juda kamtar, muloyim va oilaparvar inson. Bir intervyusida u shunday deydi: "Men jangda odamni uraman, lekin uyda onamning qo'lini o'paman. Menga kuch beradigan narsa bu oilam. Men ularning baxti uchun kurashaman." Bu so'zlar uning qalbini ochib beradi. Hamzat uchun oilasi hamma narsadan ustun. Onasiga bo'lgan muhabbati, oilasiga sadoqati uni har safar yangi jangga ilhomlantiradi. U yana bir suhbatda shunday degan: "Men chempion bo'lishni xohlayman, lekin bu shunchaki kamar uchun emas. Men oilamga faxr bag'ishlamoqchiman. Ular menga ishonishadi, men ularning ishonchini oqlashim kerak." Shu so'zlardan ham ko'rinadiki, Chimaev uchun jang bu faqat sport emas, bu hayot sinovi. U har bir jangda bolaligini, ota-onasini, o'tgan qiyinchiliklarini eslaydi va shu hislar unga kuch bag'ishlaydi. Hamzatning do'stlari aytishicha, u mashg'ulotlarda eng erta keladi va eng oxirida ketadi. U hech qachon yetarli demaydi. U uchun har kuni yangi sinov, yangi bosqich. Uning murabbiyi aytgan: "Hamzatni to'xtatib bo'lmaydi. U og'riqni his qilmaydi. Bu uning iroda kuchini ko'rsatadi." UFC prezidenti Dana White ham uni kelajakdagi chempion deb atagan. Ko'plab mutaxassislar ham Chimaevni o'z davrining eng xavfli jangchilaridan biri deydi. U nafaqat kuchli, balki ruhiy qat'iyligi bilan ham boshqalardan ajralib turadi. U ringga chiqqanda ko'zlarida qo'rquv emas, ishonch porlaydi. Go'yo u allaqachon g'alaba qozongandek harakat qiladi. Chimaevning muxlislari uni Habib Nurmagomedov bilan taqqoslashadi, ammo u har doim "Men Habib emasman, men o'zimman. Men o'z tariximni yaratyapman" deydi. U o'z yo'lini tanlagan jangchi. Uning uchun taqlid emas, o'z izini qoldirish muhim. U shunday degan: "Endi men tarixda iz qoldirmoqchiman. Odamlar mendan keyin ham ismimni eslashsin. Men hech kimdan qo'rqmagan jangchi sifatida qolmoqchiman." Hamzatning hayoti saboq. U o'z kuchiga ishongan, oilasining muhabbatiga suyanib bugungi darajaga yetgan. Uning hikoyasi shuni ko'rsatadiki, insonning irodasi, mehnati va oilasiga bo'lgan sadoqati har qanday to'siqni yenga oladi.